Do'stlar, menga eng ko'p beriladigan savollardan birisi bu er-xotin munosabatlari. Er-xotin munosabatlarida siz turmush o'rtog'ingizdan juda ko'p talablar qiladigan bo'lsangiz yoki turmush o'rtog'ingiz sizdan juda ko'p talablar qilib bo'lsa, siz bir varaq qog'oz olasiz, bir varaq qog'oz. Bir varaq qog'ozni o'ng tarafiga shularni yozasiz. Meni xayolimdagi erim har kun podarkalar beradi, har kun meni sevadi, opad 24 soat menga sevgi izhor qiladi. Endi hayotimdagi erim judayam xiyonatkor, babnik, judayam nima deydi, ekonomchi yozasizda, keyin uni qo'liga berasiz. U ham yozib beradi sizga hayotidagi eri va ayoli va hayotidagi ayolini yozib beradi. O'shan bilan ikkala taraf ham bir-biridan bo'lar bo'lmas narsalar kutmaydi. Siz qirol kutayotgan bo'lsangiz, o'zingiz qirolichalardek shukronangiz kuchlimi? Agar siz judayam iymonli inson kutayotgan bo'lsangiz, eringizdan iymonli munosabat kutayotgan bo'lsangiz, aslida siz o'zingiz shunga munosibmisiz? Bularni albatta analiz qilib oling. Hammaga go'zal hayot tilayman, chiroyli turmush tilayman. Farzandlaringiz va oilangiz baxtiga birgalikda baxtli, saodatli hayot tilab qolaman. Birgalikda yashashni tilab qolaman sizlarga. Hurmatli ayollar, men sizga aytmoqchi bo'lgan bu texnikani, yozish texnikasini hali siz hech qayerda eshitmagansiz. Men buni turkiyalik ustozdan eshitganim uchun sizga o'rtoqlashay deyapman. Demak, uxlashingizdan oldin ikkita narsa aytaman, ikkita narsa. Uxlashingizdan oldin bir varaq qog'ozga yoki daftar tutasiz, uxlashingizdan oldin shunaqa aytasiz. Tez yozasiz, tez. 5 minut yoki 10 minut yozasiz, undan ko'p yozmaysiz. Men juda ham tez to'yapman, tez to'yaman. Keyin hayotga juda ham ijobiy qarayman. Hayot menga ijobiy qaraydi. Faqat och bo'lganimdagina ovqatlanyapman. Ovqatlanishga 100% ovqatlanish qoidasiga amal qilyapman. To'yganimda yeyishni to'xtatyapman. Mana shu gapni takror yozasiz 5-10 daqiqa uxlashdan oldin. Daftar yoningizda bo'lishi kerak. Ikkinchi qoida: to'xtovsiz chaynaysiz. Ovqatni yutish mumkin emas, ovqat o'zi oqib ketishi kerak. To'xtovsiz chaynaysiz. Mana shu voqealar, mana shu vazifalarni qilganingizdan keyin 2 oydan keyin men sizga kafolat berib aytaman, siz agar 30 kilo, 40 kilogacha ozish ehtimoli bor. Va bu meni gruppamda qizlar bunaqa natijalarga erishganlar bor. Sizlarga go'zal ozish tilab qolaman. Mana shu ikkita narsani qiling va natijasini bizga bo'lishing.